Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarni o'zim bilan ishga olib ketaman. Nega deysizlarmi? Chunki meni bir kunlik ish rejam qanaqa o'tishini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men har kuni tongda sayr qilishni yaxshi ko'raman. Bugun menda muhim syomkam bor, shuning uchun ertaroq tayyorlanyapman. Bugun menda syomka, shahar bo'ylab ishlarim va eng so'ngida do'stlar bilan uchrashuvim bor. Doimo syomkaga borishdan oldin ssenariyni ko'zdan kechiraman. Bugungi syomkam o'ylaganimdan-da a'lo darajada o'tdi. Birozgina dam olib, keyin esa do'stlar davrasiga uchaman. Hammamizning sevimli ta'mimiz bor. Mening sevimli ta'mim Fustining ananas ta'mligi. Bugungi kunni men bilan o'tkazganingiz uchun rahmat. Spasibo za prosmotr. Keyingi vlogda ko'rishguncha.